Muş yerda ahırlaşıdı ve ahırlaş söz üçün Ulu Qasım muallimni sahneye teklif qilamiz. Assalamu alaikum qarindoshlar. Yana shu yig'inni jo'shqin bir kayfiyat bilan boshlab oxirgi nuqtasiga kelib qoldik. Endi desek gap tugmaydi. Chunki xalqimizga bo'lgan, ishada o'tirgan qarindoshlarimizga bo'lgan sevgimiz cheksiz. Cho'nqur bir mehr-muhabbatimiz bor. Ammo men yig'inchoqlar bilan 4 nuqtaga yig'inchoqlar 2 minut ichida tugatishni o'ylashdim. Endi Farabi To'rdarsxonasini biz bayonida o'tgandek qanday qurilganligi hammalar shohid bo'ldik. Bu tamamen shu bizga o'xshash Türkiye'ye kelib bu o'qituvni bitirishni, Türkiye'ye kelib universitet o'qib, o'qish jarayonida shu o'qituvchilik qilib qolmaydi. Endi texnik keng ko'lamda o'sha chet eldagi muhojiratga Uyg'ur qarindoshlarimizga bir ilm-irfon sohasida xizmat qilib olsak degan ishni mushtabir o'ttirib o'qituvchilar tomonidan qurilgan. Dastlabki qurib biz darsxona qurib uzun o'tmay Dilnur muallim bilan biz aslida biz darsxonasini tanishgan. 4 yıl 5 yıl yakın zaman oldu. Muharip sahasında her zaman böyle hizmet yapıyordunuz. Meyli Farabi To'rdarsxonasi uchun bo'lsin yoki boshqa savollar bo'lsin, qilayotgan xizmatlar haqiqatan oz emas. Endi mening bu yerda demoqchi bo'lgan asosiy narsa Farabi To'rdarsxonasi hargizmi mening yoki Dilnur muallimniki yoki bo'lsa Farabi To'rdarsxonasi uchun dars o'tayotgan bir qancha o'qituvchiniki darsxonasi emas. Bu tamamen ishga o'tgan ham bu yerga kelinmay qolib qolgan dünyanın her kanat yerindeki bir Uygur kardeşimizin dershanesi. Bu dershaneni güllendiriş, terapi kıldırış, teknik rivojlandırış, yaşlanış diye hem eylenik vazifesi de qarayman. Çünkü biz bu dershaneni kurup bu yerini bir pul tip olsa, bir şöhret tip olsa, bir urun tip olsa, bir mensep tip olsa deyilgan hiç kandak bir bundan bir hayişimiz yok. Fakat Allah rızasını gözler, muşundak bir vaziyet yaşavatkan Uygur halkının içindeki bir halk buluş sütümüz bilen azından bir boşluk toşkuz olsak, şunun bir nesibimizde ele olsak, bir katta ecrisi vakit erişi olsak deyilganlı bir məqsəd muddayımız var. Hem de ikincisi, dershaneni biz beşik durup başkuruvatımız ama eksik kılıvatkan, yani layıklık bulamayotgan normal hizmetlerimiz var. Mesela küçük buluş sütunlardan, mandak yeri mandak olsa, texmi yaxşı bulup diye, deyilgan tek fikir olsa, bizge Messenger'den olsun, yoki Instagram'dan olsun, yoki bo'lmasa bizning WhatsApp numaralarımızdan olsun, her zaman qo'shib qolsanlar bo'ladi. Yana birisiga bu darsxona men baytlar o'tgandek, biz asosda ishlar o'ltirgan qarindoshlarimizniki biz qanday bo'lsa xizmatchisi. Biz har bir yerda darsxona quruvchisi yoki mudira o'qituvchisi emas. Biz xizmatchi, biz ma'rif uchun xizmat qilish uchun shu yo'lga atlangan bir turkum yoshlar. Undaq bo'lgan ekan, biz tek fikrni ishlar pastda o'ltirgan yoki har qanday bir qarindishimizni elib qandaq narsalarga ehtiyoj bor. Yoki biz bo'lmasa ingliz tili darsida birinchi o'rin qo'ymay, ruscha darsida birinchi o'rin qo'yishimiz kerakmi? Arabcha darsida so'zlashimiz kerakmi? Va yoki bizning his qilolmayotgan jamiyatimizda qandaq narsalarga bo'shliq bor. Buni bir qisqagina abzas qilib yezib, bizga ilxat yo'llash orqali yo bo'lmasa bizga normal ijtimoiy aloqa vositalardan uchur yo'llash orqali yetkazib qo'ysanlar bo'ladi. Bundaq bir bo'shliq borki biz bayqayamay qoldik. Biz nima deymiz? O'quvni texnik dalchalik bo'lgandek, ana mumkin eng qisqa vaqt ichida bu sarfil darslarni ro'yobga chiqarib berishimiz. Uchinchisi, men 2016 Turkiyaga kelgan, shu 7 yildan buyon Istanbulda yashab kelyapman. Aralaqda shu Erasmus programmasi bilan Yevropaga bordim. Yevropaga berish jarayonida 6 oy o'qish jarayonida bog'lan shaharda qolmadi. Nurg'un shaharlarga bordim, qaytib kelgandan keyin nurg'un do'stlarim menga Yevropaga borgandan keyin shu yerga qachon biz ketamayotimiz degan gaplar bo'ldi. Ama ben hazır o'ylab baksam ben en tahrirlanadigan hem g'ururlanadigan ishlardan birisi. Ben bu Türkiye'deki yani chet elda muhojiratda Uyg'urlar en ko'p joylashib qolgan bu İstanbulga o'xshash bir shaharda sizlarga o'xshash mayli magister bo'lsin, doktor bo'lsin yoki universitet o'qiyotgan o'quvchilar bo'lsin, sizlar bilan ich quyun, tosh quyun bo'lib, mo'rin tirab Türkiye'deki o'quvchilarimiz qanday xizmat qila olamiz? Chunki bizning asosiy markaz mushu. Qanday xizmat qila olamiz? Mishel masalalarni ko'rib chiqib qo'limizdan kelishicha shuni bir hal qilish chorasini o'tirib qo'yayotganligimdan men ayt faxrlanman. Keyingi bir nuqtada kelsak, bu yerda o'tirayotgan qarindoshlarimizni bo'lsin, cho'ngdan kichikcha haqiqatan bo'rimizda mas'uliyat ig'ir. Bizning kutilayotgan talablarni aytib yuqori. Masalan, men shaxsan qanday talab kutmayman desa, mayli bir to'liq o'tirayotgan bir Uyg'ur qarindishimiz bo'lsin, bir sinfda 40 o'quvchi, 3 ta Uyg'ur bor deydi, 37 turdi. Bu mevsumluk imtihanda yani yıllık imtihanda birincisi Uygur buluş gerek, ikincisi Uygur buluş gerek, üçüncüsü Uygur buluş gerek. Bizden 4. 5. 6. 7. ihtiyacımız yok.
Hakikaten çünkü biz kandak dolayısıyla özümüzün bir kişilik hayatını yaşayıp öttüğü kitiş bizdeki hem meyle desem vicdanımız arar tapmayla şunlaşma biz kandaklaşımız gerek bütün gücümüz bilen hiç gündüz tirişip en kısa vakit içinde en katlı royap neticelerini royap çıkışımız gerek. Bizim bayetten 8 nefer kardeşimiz lise sözde öttü. Ben hem meyle bilen bir saat promoşmun köpketti. Şu tema hakkında münazirleşmin köpketti. Bu yerler meyle seviye bilimleri okuvattan olsun veya bir her kadar bir kez okuvattan olsun muşuk karindaşlarımızda 2 yıllıkken, 3 yıllıkken, 4 yıllıkken kısa vakit içinde bunda bir doktorxanada başlık kurdu, ya bunda bir doktorxana kuruptu, ya bunda bir çoğun bir teşkilat kurdu, ya bunda bir şirket kuruptu. Degen aşı neticeler bilen görüşke nait intizar bu kitap var ben. Ama ahırda yeni deyildiğini biz hazır ben kiminin en başında dep ötüp ketkendik ve Uygur milleti bunu sütümüz bilen nait ileri bir faciaya güç gördünüz. Ama ben bunu ondan kandak bulduğusu bayatın aşı dep ötkendik bir sistemine marif görgen bir Uygur bunu sütüm bilen ben halkımızdan, milletimizden, devletimizden kayıtlıdır, ravajlanıp, canlanıp, parlak ilaç bulunduğunu şeksiz düşünme. Biz bununla da bir şey düşemez. Ama özümüz işimizde %200% işimiz gerek. Yani kandak bulursa biz geçmişte Orta Asya'nın burunlu zamanlarında mı ilim tahsil kısa, mesela bu da hazır Tuluk oturunu okuyup, hatta Ali Mektep'te okuyup Amerika'da uçkandık. Mesela iktisat kesbide okuatkalar olsun, ya ki karkan başkoşta okuatkalar olsun, Amerika'da bası bu hem işleri o yapıp çıkarılaydık. Hatta Gürmaniye'ye okşaş bir küçük devlet mi, brain drain deyildir İngilizce. Şu iktisatlıklarını Amerika'da güdürüp koygandık. Çünkü ulanma Amerika'da teknik parlaklar gelecek vardı. Amerika'da ekvattan okşaş. Geçmiş tarihimizde Semerkand, Bukhara, hatta Kaşgar, şu en üst seviyedeki bizim ilim tahsil kılgan buralarımızdı. Biz şu Yusuf Has Hacı'nınki Mehmet Kaşgar'ın varisleri, işte oturatan hemeyle. Biz de gelecekte 30 yılın içinde olmasa 50 yılın içinde, 50 yılda olmasa 60 yıl, 70 yılın içinde parlak bir gelecek yaratamayla orada hiç kim diyemeydi. Hatta bizim çikimizde onda bir mühürle vurup koyganlarımız. Şu başka bir şeyde oturup yaşlarımızdan kandak olur, kolay bulmaydı ama talep nait yukarı. Hem meyle 2 kişilik, 3 kişilik, hatta 10, 20, 30 kişilik tirişimiz gerek. Zamanında ötüşünün hacdı yok, hem meyle girmedim. 1941 yılda, 1945 yılda gittiler. Avrupa'daki Yahudilerin toplam 9 milyon Yahudinin 6 milyonunu kırıyordu. Yani toplamda 3'ten çıktısını kırıyordu. Kırıyordu şu 5 yılın içinde. Ama hazır karaydan olsak dünyanınki ekimini, meyli siyasi cihetten olsun, iktisadi cihetten olsun kontrol kılıp dünya ekimini buravatlarlar. Aşı vaxtda hep kalan, saklanıp kalan Yahudiler. Amerika'da tutturatkan. Mesela Donald Trump okşaş, ya ki Joe Biden okşaş, bir çık taşaksın, alıp çıkarıp koyman bile. Amerika'da tutup, Amerika'daki yönelişini buravatlarlar. Yine de şu Yahudiler. Şunlaşma kandak bulunsa bunda eğer kırgınçılıkla ya ki bunda facialik vakalar geçmiş tarihimizin ait köp biz uçuratkan. Ama ben bayağı dindep ötkendik. Yine kandak bulunsa bizim geçmişte aslında bir parlak bir geçmiş olan bir millet bunu sübütümüz bilen aslında katta kahramanlarının, damlık şahslarınınki varsı bunu sübütümüz bilen elbette ki günlerde çok bir netice yapıp çıkaramaydı o da hiç kim diyemeyiz. Şunlaşma bu noktada ben kandak bulunsa hazırın özü de Türkiye iş dünyasında talep görsatmaları, karhancı bunu sübütümünden her zaman Muşi bir şey oltağın bir eyleme yapan Uygur kırındaşlarımızın mesela ben bu Uygur bunu sübütümünden benim bu küçük talebim naik yukarı özenlarla yukarı talep koyup tekimi teşhip okuşunlarını tekimi yukarı nişan koyup şu nişan yolunda tekimi izlenip yukarı pelelerine yetişimlerine tilekleşmen yeni birisiyle ama ahirde değildiğini meyle üniversitede geldiğinde akademik hayatı olsun ya ki karhana iş hayatı olsun bir şeyde oturan kardeşlerimizin hemisiyle tutulaymen. Bugünkü bu faaliyetimizde kepleyen ustazlarımız var, çoğunlarımız var. Bugün etigen keşke şey oturup bizge düzülen bir günü keşke kıldı. Bulağın köp rahmet. Hatta Gülnur Malım'ın apısı var, Fatma Nur hedimiz. Biz Gültüz'de okuşluklardan vaxtında şu vaxtda konuşkan biz. Her daim o kadar köp kürüş pürüstümüz bulmaydı ama ayda bir, yılda bir küresek. Bu bir kaç yılız paramlaştım, köp uzun alımız bu yolumuzda. Hem eğlendik ki iş hayatı olsun, akademik hayatı olsun, yani yeni bir kadın tutulayma, kelgen kadınlarla merhaba. Müşerreke çoğun ustazlarımızın o, teninin salametlik, bütün kişilerin olmuşluk oluşuna tilekleşmek.
Endi bu faoliyatimizga baytillab o'tgandek desek yani 1-2 saat so'zlab ketgili bo'ldi. Ammo eng qisqa vaqt ichida bununla o'xshash ilmiy muhokama yig'inlarini yana urug'lashtiramiz. Baytillab o'tgandek 2023-yillik proje planlarimizni men hammani o'tirib qo'yatdim. Bu projeni nima o'tirib qo'yatdim degan vaqtda chunki sizlar nazoratchi biz buni ro'yobga chiqaramiz. Ben 9-ayning 1-kuni Farabiy jonliq to'rt darsxonasini boshlaymiz dedim. Inshaalloh boshlash uchun kecha kunduz tirishimiz. Hem yana birisiga hozirning o'zida mushuncha bir faoliyat bo'layotgan bo'lsa, eng qisqa vaqt ichida korxonamizni bir tarafga keyinlik elish bilan yana katta xizmatlarni ro'yobga chiqarishga tirishimiz. Eng oxirida Dilnur muallim darsxona har naqadar men qurgan bo'lsam-mu, darsxona qurib berishga keyin biz tamamen birlikda bu darsxona boshqarib, shunday yetakchilik qilib kelgan. Bular bo'lmuş 6 ay ilgari men nima dedim desa, "Mala darsxonani siz boshqursangiz." Chunki darsxona akademik hayot bilan ish hayoti tamamen farqli bir hayot. Endi akademik hayotda bizning ilmiylikni talab qildi, izchil shu yo'lda qurban berishni talab qildi, ammo ish hayoti nihoyat kuchli raqobatga to'lgan bir hayot. Masalan, hozirning o'zida biz Farabiy uyumu şirketi buluştuğumuz bilen faaliyet ko'rsatamiz. Vay Kasım Bey bir görüşelim, çay içelim, kahve içelim, işbirliği yapalım degan aşırı raqobatchilarimiz biz yiqab tushgan vaqtda ko'zimizdan yashil qarmay sukur o'tishga har zaman hozir. Shunlashqa endi biz bu o'zimizga eng qisqa vaqt ichida Turkiyadagi eng davlat uyumu şirketi bo'lib chiqamiz degan shuar bilan butun kuchimiz bilan tirishib ishlayapmiz. Hem darsxonada meniki shaxsan hozirning o'zida qilib turayotgan ishki ishim birisi qo'limizdan kelishicha iqtisod bilan ta'minlash, ikkinchisi darsxonada nima ishlar bo'ladi, qanday aylanadi, shuni nazorat qilish. Ammo butun xizmat bu yerga Dilnur muallim boshchiligidagi bizning o'qituvchilar kadrosiga, hem mishardagi mehnatga ish qarindoshlarimizga darsxonamiz qurilib, tot bugunga qadar qad ko'tarib turishga vasila bo'lib kelayotgan, qo'llab berayotgan, o'zininki turkcha darsga ehtiyoj bo'lsa, turkcha darslarimizni, afishlarimizni tarqatib qo'yayotgan mishardagi qarindoshlarimizni mustasno emas. Yana desak, yana shu bir o'quvchilarniki mushtabir xalq ammasiniki qo'llab berishi bo'lmasdan bir darsxonaning bitirib turishi aslo mumkin emas. Shunlashqa men endi darsxonaning har naqadar qurg'uvchisi bo'lib atilib qolgan bo'lsam-mu, Mishada ajr mehnatini degan barcha qarindoshlarimizga ko'p rahmat. Bo'lsa, Mishad o'quvchilarimizga har birisiga ko'ngil sog'lig'imni yetkazsam yaxshi bo'ladi, lekin uningga hozircha imkon yo'q. Dilnur muallimga bir ko'ngil sog'lig'ini tayyorlab keldik bizma. Lekin o'zining bundan xabari yo'q, sürpriz qiladi deb topmagan. Shuna Dilnur muallimga bu ko'ngil sog'lig'imizni berib olish uchun sahnaga taklif qilsam, rahmat. Bunun ustiga bir xat yozig'liq, men o'qib beraymi, uzoq basmi? Uzoq. Hörmətli Dilnur Öztürk, Farabiy To'rt darsxonasi qurilib, bugun qadar ko'rsatgan butun tirishchanligingiz darsxonamiz nomidan minnatdorligimizni bildirish uchun birga bundan keyingi hayotingizga utuq tilaymiz. Hurmat bilan Farabiy To'rt darsxonasi. Hammalarga ko'p rahmat. Bugungi faoliyatimiz mushada oxirlashdan deydiganlar bu qadar. Agar Dilnur muallimniki yoki boshqa bir o'rinlashtirish bo'lsa, yana tamam. Bugünkü sorun qatnashgan hammalarga Allah razı olsun. Biz haqiqatan sabırcanlıq bilan anlab berdilar. Ko'p rahmat. İnşallah fat fursatda bundan yaxshi sifatli ishlarni qilishga tirishimiz. Albatta ma'lumot da to'g'ri to'g'ri sizlarsiz biz darsxona tutirib turmaydi. Shuning sizlarning qo'llashinglarga, sizlarning tanqidiy fikringlarga ajoyib ehtiyojimiz bor. Tanqidiy fikr bo'lgan vaqtda taraqqiyot bo'ladi. Shunga zaldan chiqishda bizning sizlarning istiqomatlaringiz va tavsiya qilganlaringizni yozadigan bir do'stlik qo'yib qo'ydik. Ashyaga to'ldirib bersanglar, xursand bo'lamiz. Ko'p rahmat, hamsa Allah razı olsun. Hozir Farabiy To'rt darsxonasining tunji navbatdagi o'quvchilar ilmiy muhokama yig'ini oxirlashdi. Keyin qadamlarga marhaba. Allah ajrlarini bersin. Qisqagina bir duo bilan oxirlashtirishni to'g'ri topdik. Amin. Allohim o'qituvchi ustozlar tilida oxirgi nafas qolganga qadar toki ig'izlardan Allohning kalomi tilovat qilinadigan iqro o'quv kalimasini tadbir qilib, zulmat cho'mgan olamni nurlantirgan arzimas masalalar yechimi uchun oldirab qilish dastasiga qo'l uzatadigan xalq qo'li qalam tutqazib, ilm ma'rifat tarqatgan payg'ambar alayhissalomga salomimizni yo'llan. Rasulun mirasidan benasib qo'yma. Mahsharda bizlarni Rasulun qo'lidan Havzi Kavsar suyi bilan tortiblar. Fazlul Karimon bilan lutf etib,
bizlarni Habibing bilan firdavs jannatda jamla. Iloha, nuqsonimiz har qancha ko'p bo'lsa-mu, keng rahmatingga umidimiz cheksiz, noumid qo'yma.